Assalomu alaykum barchaga. Navbatdagi epizodimizga xush kelibsizlar. Xullas, sizlarga bugun kompyuter olganligim va kompyuter qanchaga tushganligi va nimalar qo'yilganligi o'shalarni ko'rib chiqamiz. Hech qanaqa intriga qilib o'tiribman. Kompyuterim narxi где-то $1350 tushdi va bu kompyuterni o'zim yig'dirganligim uchun anchagina arzonga chiqdi. Arzonga tushdi. Ya'ni nimaga shunaqangi arzonga tushdi? Sizlar bilan shu narsani bugungi videoda ko'rib chiqamiz. Aytgandek, YouTube'ga yana qaytdim. YouTube'ga videolar qo'yishni boshladim. Chunki kompyuter oldim. Endi esa montaj yoki shunaqangi ishlarni ham qilaman-da. Inshaalloh hech bo'lmaganda bir haftada bitta video qo'yishlikka harakat qilaman. Endi obuna bo'lib qo'yib, kuzatib turish esingizlardan chiqib qolmasin. Ketdik, bo'lmasa videoni boshlaymiz. Bo'lmasa birinchi qiladigan ishimiz protsessorimizda shunaqangi joychalari bor. O'sha narsasini olib tashlaymiz. Ovozini eshitishinglar mumkin sizlarga. Qo'yamiz. Mana qo'limga taqib olsam inshaalloh o'sha ovozlarni eshitasizlar. Bismillah. Mana olib tashlaganimizdan keyin anchagina tiniq bo'lib qoldi. Hozir sizlarga yana ko'rsatib o'tib ketaman endi. Qaranglar. Ko'rishligingiz mumkin. Endi kompyuterimni xarakteristikasi bilan sizlarga tanishtirib o'tib ketaman va qanday bo'ldi va qanaqangi opit bo'ldi va endi siz kompyuter oladigan bo'lsangiz nimalarga e'tibor berishligingiz kerakligi haqida aytib o'tib ketaman. Ketdik. Va endi esa sizlar bilan opit haqida gaplashadigan bo'lsak, ya'ni men bu ikkinchi setapim. Birinchi setapimni yig'dirganligimda u DDR4 bo'lgandi va uni platalari ham yaxshi bo'lmagandi, ya'ni materinskiy platalari ham va video kartasi ham yaxshi bo'lmagandi. Ya'ni hech qanaqangi qiziqishsiz, shunchaki kompyuter yig'diraman, bo'ldi, montajda edit qilishni boshlayman degandim. Lekin juda ham yaxshi narsa emas ekan bu. Ya'ni agar siz biror bir ish qilishdan avval o'sha ishga bir martasi kirib ko'rib, o'sha narsani maslahatlashib, misol uchun o'sha ishni biladigan odam bilan, agar o'sha ishni biladigan odam tanishingiz bo'lmaydigan bo'lsa, hech bo'lmaganda ChatGPT bilan maslahatlashib, qanaqangi kompyuter olay, nima qilay deb turib olganingiz ma'qul ekan. Birinchi setapimda bir oy ishlatib sotib olgandim, chunki meni qiladigan ishlarimga u yetib bera olmagandi. Ya'ni unda qanaqangi protsessor turgandi? i5 14400F, keyin esa RTX 5060 Ti 16 GB lik, lekin 16 GB DDR4 operativkasi. Ya'ni menga operativka juda ham kerak bo'ladi, lekin operativkasi kam va DDR4, ya'ni 3200 shinali bo'lishi kerak. Shunaqangi olganman va sotib olganman. Xullas Windowsdan o'sha hafsalam pir bo'lib, yana Windows xullas video qilayotgan paytimda, ya'ni Premiere Pro'da yoki After Effects'da ishlayman deydigan bo'lsam, shunaqangi qotardi yoki har xil narsalar, pluginlar yoki extensionlar so'rardi. Xullas muammo juda ham ko'payib ketgandi va Windows 10 Pro edi va u bilan ishlashlikda xullas qiynalganman, yana Mac olaman deb turib sotib olgandim va bir muddatdan keyin kompyuter Mac olishda harakatini qildim va qilayotgan paytligimda shu PC, ya'ni personal kompyuter yig'ish sohasini ham bitta o'rganib chiqaman dedimda. Bir haftani ichida, ishonsanglar agar, bir haftani ichida o'rgansa bo'lar ekan, ya'ni o'zingiz bemalol kompyuter yig'a olar ekansiz va o'zingiz kompyuter yig'adigan bo'lsangiz, o'sha kompyuter yig'ib beradigan joylardan, ya'ni $200 yoki $100 arzonrog'iga yig'sangiz bo'ladi. Ya'ni uni optim joylarini topib turib agar yig'adigan bo'lsangiz, agar o'zingiz ham prям bozordan olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz yoki o'shanaqangi oddiy joylardan oladigan bo'lsangiz, qimmatga tushib ketishingiz mumkin, lekin optim joylarni biladigan bo'lsangiz, arzonga tushishingiz mumkin va o'zingiz xohlagandek shunaqangi setup qilib olishligingiz mumkin. Birinchi olgan narsam meniki video karta bo'ldi, chunki video kartani 50-60 olishligim mumkin edi, lekin men ishlatilingan bo'lsa ham, lekin anchagina kuchli monster bo'lgan video kartamizni oldim, ya'ni Black Monster MTech, ya'ni koreyskiy firmani Black Monster degan firmani 3080 RTX 3080 video kartasini oldim va prям monster ishonsanglar, hozirgi 50-60 dan anchagina kuchli. Ya'ni solishtirish jihatidan aytaman, bu 320 bitlik, u где-то yo 160 yoki 120 bitlik bo'ladi. Ya'ni bit degani shunaqangi, xullas men ham o'zim u qadar tushunmayman, lekin solishtirish jihatidan aytadigan bo'lsak 2 barobarga yaqin kuchli bo'ladi va hozirgi chiqayotgan yangi anchagina
video kartalardan ham anchagina kuchli bo'ladi. To'g'ri, 50-60 ta oladigan bo'lsangiz, искусственный intellektlar bo'ladi va o'sha narsa asosiy ishni qilib beradi. O'zini kuchiga keladigan bo'lsak, bundan 2 barobar kuchsiz va искусственный intellekt qo'shilganda ham baribir bundan kuchsiz bo'lib qolaveradi. Ya'ni buni oladigan bo'lsangiz, bemalol hozirgi kunda chiqadigan GTA 6 ni ham misol uchun o'ynasangiz bo'ladi. Ya'ni biz o'yin o'ynashlikka targ'ib qilmaymiz, lekin test jihatida aytib o'tganligimiz ma'qul. Keyingi olgan mahsulotimiz shu video kartani anchagina katta tok yerkan, o'sha uchun bizga 600 vatlik yoki 700 vatlik tok yetkazib beradigan shunaqa PCU oladigan bo'lsak, bo'lmasa ekan, to'g'risi buni o'zbekchasini bilmadim, ya'ni Power Supply Unit deb yozilgan. PCU deb ataladi va o'zbekchasini biladigan bo'lsanglar, kommentariyada yozib ketishinglar, so'rab qo'ygan bo'lardim. Keyingi olgan narsamiz bu albatta materinskiy plata bo'ldi. Materinskiy platani ham iloji boricha hozirgi kunda to'g'ri DDR5 qimmat, lekin DDR5 ga tushadigan materinskiy plata olganinglar ma'qul. Ya'ni uje DDR4 tarixda qolib ketdi, ancha yillar bo'lib ketdi. Uje DDR4 da programmalar ishlamaydi. Ya'ni ishlaydigan bo'lsa ham u qadar siz kutgan natijani bera olmaydi. O'sha uchun iloji boricha platani ham shunaqa yaxshiroqdan olishligingiz kerak bo'ladi va bu ASRock firmasidan B600M Pro RS Wi-Fi Plus xullas shunaqa Bluetooth'lari ham bo'ladi, Wi-Fi'lari ham bo'ladi. Eski kompyuterimda yana bitta minus tomoni, uni даже Wi-Fi ham, Bluetooth ham bo'lmasdi. Men qanday ishlatishlikka ham hayron qolardim. To'g'ri, LAN bilan ishlataman, ya'ni Ethernet kabel bilan kompyuterga tiqib ishlataman, ammo Bluetooth misol uchun naushnik eshitgim keladi yoki naushnikda biror nima eshitgim keladi, podkast eshitadigan bo'lsam, juda ham kerak bo'ladi. Keyingi olgan narsam albatta bu materinskiy plata bo'ldi. Materinskiy platani ham ikki xil bo'lar ekan. AMD socketiga bo'lar ekan, keyin esa Intelga bo'lar ekan. O'sha narsani ham e'tibor berib olishligingiz kerak. Va keyingi xarid qilgan narsamiz Ryzen 5 9600X protsessori bo'ldi. Va bu protsessorda sizlarga agar solishtiruv nisbati bilan aytadigan bo'lsak, MacBookda M4 chipi bilan solishtiradigan bo'lsak bo'ladi. Ya'ni M4 dan anchagina yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni M4 23000 ball yig'adigan bo'lsa, bu 29000 ball yig'adi. Anchagina kuchli. Hozirgi kunda Mac'da eng oxirgi chiqargan chipi bu M5 chipi. Ya'ni bu chipni M5 bilan solishtirib ko'rsa bo'lsa kerak. Hali lekin unaqangi M5 yaqinda chiqqanligi uchun unaqangi solishtiruvlar, ya'ni comparisonlar chiqqanligi yo'q. Shunaqangi gaplar. Nimaga Ryzen 5 9600 oldim? Menga misol uchun unaqangi katta yoki zo'r bo'lgan protsessor ham shart emas. Ya'ni men faqat qiladigan bo'lsam Premiere Pro va After Effects'da yoki DaVinci Resolve'da ishlayman va shu uchun shunaqangi protsessor ham bo'ladi. Agar siz misol uchun 3D grafika bilan yoki 3D modeling bilan ishlayman deydigan bo'lsangiz, iloji boricha Intel olishlikdan maslahat beraman. Ya'ni Intel oladigan bo'lsangiz, ko'proq ishga yo'naltirilgan bo'ladi Intelda kuchlari. Agar shunaqa o'yinroq yoki o'yinga olaman deydigan bo'lsangiz, o'shaga Ryzen olishligingiz mumkin bo'ladi. Ryzen 5 9600 bu oxirgi avlodlardan bittasi. Buni 7 va 9 avlodi ham bor. Ya'ni Ryzen 7 9650 X3 da shunaqamidi. Shunaqangi xullas protsessorlari bor. Buni prям butun KSchilar yoki butun kompyuter yig'adiganlar anchagina biladi bu narsani. Ketdik endi sizlarga setupda va kompyuterimda, ya'ni monitorimda va klaviatura mishkalarimni ko'rsatib boraman. Ketdik. Va keyingi olgan mahsulotlarimiz eng muhimlaridan bittasi bu albatta monitor 27 dyumli. Ko'rishinglar mumkin, tepaga pastga bemalol chiqib tushadi va bunaqa qilib turib ishlatsanglar ham bo'ladi. To'g'risi buni $200 ga oldim. $200 ga olganligimda salgina samniya bo'ldi. Redmi kompaniyasiniki va 2K shunaqangi qulayliklari bor, ya'ni stendlari ham bor deb yozilgandi. Shunaqa anchagina qulay bo'lgan monitor qanday qilib bunaqangi arzon bo'lishligi mumkin? Fake mikan deb o'yladim va internetlarda ko'rib chiqqanligimda ham fake emas ekan. Buni orqa tomonini hozircha ko'rsatib boraman. Orqa tomoni ham bir boshqacha, tam gamerlarnikiga o'xshagan bir g'alati qilib qilingan. Mana. Ko'rishliginglar mumkin. Misol uchun Redmi'ning o'ziniki va bemalol tushirib chiqaradigan bo'lsang, tushirib chiqaradigan narsalari ham mavjud. Ko'rishinglar mumkin. Va keyingi mahsulotimiz shunaqangi Attack Sharkdan R11 Ultra degan 8K, ya'ni 8000 Hz lik shunaqangi mishkamiz. Mishkani ham ko'rishinglar mumkin. O'zi ham yengil, boshqacha bo'ladi. Men shunaqangi narsalarni yopishtirib qo'yganman. Ko'rishinglar mumkin. O'zini programmalar bo'ladi va bu programmasi orqali bemalol siz DPI ni va Hzlarni to'g'rilab olsangiz bo'laveradi buni. Mana, ko'rishingiz mumkin. 8000 Hz, 1350 DPI. DPI'larni shunaqangi narsalarni bemalol to'g'rilasangiz bo'ladi. Ya'ni Attack Sharkni o'zini shunaqangi programmasi orqali va keyingisi esa
keyboard, ya'ni bizni klaviaturamiz ham Attack Sharkdan R82HE degani va bu magnitli klaviatura bo'ladi. Magnitli klaviatura bilasizlar, eng ko'p chidaydiganlardan bittasi bo'ladi. Ya'ni klaviaturalar o'zi 3 ga bo'linar ekan, ya'ni membrana bo'ladi, mexanika bo'ladi va magnitli bo'ladi. Ya'ni membrana bo'lgan klaviatura unaqangi sizga maza ham bermaydi va membrana bo'lgan klaviatura tez buzilib qolish ehtimoli ham juda ham katta bo'ladi. Va mexanicheskiy klaviaturaga keladigan bo'lsak, u anchagina zo'r bo'ladi va uni har xil switchlar bo'ladi va u switchlarga qarab turib bemalol tanlab olaverasiz. Keyingisi esa magnitli klaviatura va magnitli klaviatura eng premium bo'lganligi uchun hozirlarga magnitli klaviaturani juda ham bitta zo'r narsasini ko'rsataman. Men to'g'risi o'yinlar o'ynashlikka hech kimni da'vat qilayotganligim yo'q yokida o'yinlar o'ynashga maslahat ham bermayman. Bu shunchaki vaqtinglarni ketkazishi, shunchaki test sifatida ko'rsatib beraman sizlarga xos. Mana o'zi Attack Sharkda aytganligimdek, ya'ni klaviaturamizda o'zini shunaqangi nastroykasi bo'ladi va bu nastroykasiga kiramiz. Keyboard settings, magnetic switch settings. Ko'rishingiz mumkin, buni mana to'g'rilasangiz bo'ladi va biz mana shu yerda bo'lgan W ni, ya'ni W ni eng tepasiga chiqarib qo'yamiz va qolganlari, ya'ni o'yin o'ynagan paytligimizda bosilishi juda ham minimal bo'lishligi uchun. Va qaranglar endi. Misol uchun CS ga kiramiz. CS ga kirganligimizda practice, vertex, arm, workshop mapda misol uchun Mirage. Yo'q, любой bitta joy tanlaymiz, xullas kiramiz. Kirganligimizdan keyin buni qaranglar. Mana klaviatura turibdi. Meni qo'limga ham e'tibor berib turasizlar. Kamerani sal tushiramiz. Tushirganligimizda men qo'limga e'tibor berasizlar va men qaranglar buni bosganligim yo'q. Shunchaki uradigan bo'lsam sakrayapti. Magnitli klaviaturani ko'ryapsizlarmi? Hali bosmayapman. Mana buni yana bitta tomoni, mana sal u qadar teginganligim yo'q, mana ko'rishinglar mumkin. Hozir mana 1 minut qaranglar. Mana klaviaturaga qarab turishinglar mumkin, teginganligim yo'q va ekranga ham qaraydigan bo'lsangiz, shunchaki uradigan bo'lsam, mana shunaqangi bo'lyapti. Keyin esa ko'rishinglar mumkin 640 637 FPS beryapti. Bu shunaqangi mapda va qolgan narsalarni ham ko'rsataman, qaranglar. Eni bosganimda yaxshi bosishim kerak bo'lyapti, что eni bosishligim uchun. W ni bosadigan bo'lsa, mana kamera bossam bo'ldi. Sal mana o'sha kameradan ham bilinyapti menimcha. Eni bossam, до конца почти bosishim kerak. W ni sal bossam bo'ldi, mana. Ishlab ketyapti o'zi. Mana shu 3 tani sal misol uchun kam bossam ham bo'ldi, ishlab ketaveradi. Mana. Ko'rishingiz mumkin shunaqangi gaplar. Ko'rib turganingizdek, iloji boricha bu personalniy kompyuterim bilan tanishtirib chiqishlikka harakat qildim va bu kompyuterimizda nima kamchiliklari bor yoki nima qo'shtirgan bo'lardingiz, o'shani kommentariy bo'limida yozdirib qoldirib keting. Agar sizda $1300 pul bo'lganda shunaqangi kompyuter yasatgan bo'lardingiz yoki bundan yaxshirog'mi, qanaqangi xarakteristikalik, shuni ham yozib qoldirib keting va shuncha pulga qanaqangi kompyuter yasatsa bo'ladi, boshqa yasatmoqchi bo'lganlar, ya'ni yig'dirmoqchi bo'lganlar ham kommentariy bo'limidan o'qib, ularga manfaatli bo'ladi. Agar videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, videomiz tagida kommentariy qo'llab-quvvatlash shunaqangi narsalarni qoldirib keting. Agar bu videomiz yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, ya'ni qo'llab-quvvatlamay turadigan bo'lsanglar, men video qilishlikdan to'xtab qolishligim mumkin. Kuzatib turinglar, hali zo'r yangiliklar oldinda. Keyingi videolarimiz nima haqida bo'lishini xohlaysizlar, uni ham kommentariy bo'limida yozib qoldirib ketinglar. Kuzatishda davom etinglar, hali zo'r yangiliklar oldinda. Barakallohu fikum. Assalomu alaykum.